Barchaga hello obunachilar, sizlar bilan Prinsessa. Bugungi videoda YouTuberlarga qiziqarli savollarni berib, ularning reaksiyasini ko'ramiz. Kanalda boshladik. Birinchi bo'lib Noft Fizi. Assalomu alaykum, sizdek zo'r dublajda ovoz berish uchun nima qilish kerak? Assalomu alaykum, bilmadim, ozgina kitob o'qib nutqingizni rivojlantirsangiz o'zingizga ham ta'sir qiladi, lekin tez emas deb javob berdilar. Ikkinchi YouTuberimiz esa Floki. Madiyor, sizdek seriallar olish uchun kompyuter shartmi? Agar tajriba, harakat bo'lsa, telefon bilan ham eplasa bo'ladi. Javobingiz uchun rahmat. Uchinchi YouTuber esa Artifact. Hozir uni ham javobini ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Minecraftda sizdek parkurist bo'lish uchun va sizni g'olib bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Kibr emas, siz atvet qiling. Va keyin bilmadim degan stikkerni tashadi. Undan atvet kelmadi. To'rtinchi YouTuber Prismarin. Assalomu alaykum. Sizdek chiroyli ovoz sohibi bo'lish uchun nima qilish kerak? Kesatish emas. Ovoz o'zgartirish va o'xshatishni mashq qilish kerak. Javobingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Keyingi YouTuber Baksus. Assalomu alaykum. Sizdek IQ baland bo'lish uchun nima qilish kerak? Minecraftda. Va alaykum assalom. Kuni bilan Minecraft o'ynang deb javob berdilar. Oxirgi YouTuber Felix. Ularning ham javobini ko'rsatib o'taman. Ikkinchi, bitta YouTube uchun kulgili motivatsiya bering. Video uchunmi? Da. Hozir. Aha, davay. Obunachilar, mana ikkinchi kanalimga ham obuna qo'yinglar. U kanalda ham tez-tez videolar chiqib boradi. Kanal silkasi opsiya va kommentariyada bo'ladi. Qo'lida hali sen isming chiqmadimi? Xursand bo'l, chunki sen axlat emassan. Foydalanib tashlab yuboradigan muallif Felix mayli, aytolmadim. Bilgandim, men bilgandim. Oxirida shunaqa qilib mayli. Barchaga xayr, sizlar bilan Prinsessa bo'ldi.